Lekin yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum, Shayxzoda. Rahmat. Xo'p. Zo'r. Yaxshi. Zo'r. Mazza. Qimirlamaytin 2 minut. Yaxshimi? Mazza bo'ldi. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchagan. Marizmi? Menga nomeringizni tekish bo'ladimi? Tashing. Borardim. 91lik 288 53 43. Aka, endi sekin xonangizga chiqib sekin yotasiz endi. To'g'ri tortib qo'yamasiz ham xonangizga chiqib olasiz. Ko'p nima qila olmaysiz siz ham. Ha? Ha, yuzingiz chiqmaydi. Chiqmaydi, ha? Yuzingiz chiqarmaymiz. WhatsApp, Telegram nomeri yozasan. WhatsApp'im yo'q, Telegram nomerim ham shunda. 91lik 288 53 43. Salom akajon, qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Xo'p. Siz ham umurtkangizni tortib qaramiz, xudo xolasa. Xonangizga chiqib olasiz. Yerga zorga tashlaymiz. Yaxshi. Yaxshi. Nari tomonga ham olamiz aka. Yaqinroq kelamiz. Kelingiz ham arkadaş. Boshingizni. O'sh. Yaxshi. Tega qarab. Osmonga qarab, tega qarab o'tamiz to'g'ri. Qo'limizni beramiz, ha? Razmika hol qo'yamiz. Yaxshi. Unimizni bitta turamiz, ko'taramiz siz. Yaxshi ovoz chiqmadi. Mana kelaverasiz. Ko'rinib qolmay, nari tarafga. O'tyapti o'ling. Sekin shashni turib oling. Chiqmadimi? Ha, biz kutgan narsa chiqmadi. Qo'limizni ko'taramiz. Qo'l tushiramiz. Endi bo'ldi, qo'yib yubordim. O'zingiz kelib oling, bo'ldi. Yaxshi ko'tardingiz. Sekin xonangizga chiqib oling. Bor ekansiz 115 kilo. Borda shuncha aytyapti. Bo'ldi, xonangizga o'zini yotib oling. O'tamiz aka. Endi o'tirmaysiz, yurmaysiz-a tog'a? Xo'p. Stenozni ham davolaysiz. Nerv kanali qisilib qolgan, davolaymiz, ochamiz, manual terapiya qilib o'ynaymiz. Hozir menda og'riq bor, qanday og'riqni qoldirsam bo'ladi? Og'riq srazi qolmaydi, grija kasalligi, shu yerga ham bir hisob kitob qo'yinglar. Endi misol ketanol, diklofenakdan foydalanasiz, sohotli ta'sir qiladi. Assalomu alaykum, assalom. Assalomu alaykum, o'zingiz tanishtiring. Tomografiya olib chiqmadingiz-a? Yo'q, tomografiya yo'q. Ha, bo'ldi, xo'p. Siz ikkinchi kursga keldingiz. Ikkinchi kursga keldingiz. Qayerdansiz, o'zingiz tanishtirasiz? Farg'ona viloyati, Yaypan shahri, Muhammad Sodiq. Farg'ona viloyati, Yaypan shahridansiz-a? Xo'p. Bizga ikkinchi etapga keldingiz, birinchi etapga ayolingiz olib keldingiz. Billa keluvdinglar. Billa yotuvdinglar, menimcha. Qo'ltiqda yo'qdi. Billa lecheniya oluvdinglar. Unda ayolingiz ham siz ham oluvdi, menimcha. Ayolingiz qo'ltiqda keldi. Ayolingiz ham 2 kurs olib ketdi. Ikkinchi kursda ham olib ketdi. Endi ikkinchisiga keldi. Siz ikkinchisiga endi keldingiz. Demoqchimanki, ayolingiz ham 5 ta griji bor edi-da. 3 ta edi. 5 ta. 5 ta ko'krak qafasidagilar bilan. Belda 3 ta, ko'krak qafasida ham 2 ta edi. Endi millimetrlar sizda necha millimetrda? 4, 5, 7. Endi kichkina emas edi-da, hatto. Kichkina emas edi. Umurtqa pog'onangizda ko'p sonli griji edi. 5 ta umurtqa pog'onangiz. 5 ta grija, bitta deformatsiya, keyin haligi siljigan nima deyardi? Retroresiz kasalligi, siljish kasalligi. Protruza, keyin ancha bir narsalar. Sana berganman-da, faqat grija emas edi. Grija emas. Bemorimiz ikkinchi kursda olyapti. Skolioz, qiyshayishlik. Bemorimizda 5 ta umurtqa pog'onasida grija bor edi, ikkinchi kursda olyapti hozir. Birinchi kurs bilan ikkinchi kurs qancha o'zgarish farq bo'lyapti hozir? 50-70% bormi? Necha foiz o'zgarishi bor? Yaxshi, 60 dan yuqorida. 60 dan yuqori. Demoqchiman,
Bu yerda kimda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Menga ham qorong'uda. Siz ham YouTubedan ko'rib keluvdingizmi? Mhm. YouTubedan ko'rib kelgan. Bu akamiz ham sizlarga o'xshab efir